Joriy yil 1-aprelidan boshlab mamlakatimizda qator to'lovlar va 25 million so'mdan ortiq miqdordagi xaridlar naqdsiz shaklda hisob-kitob qilinadi. Urganch shahrida bo'lib o'tgan Xorazm viloyatidagi avtomobillarga yoqilg'i qo'yish faoliyati bilan shug'ullanayotgan hamda alkogol va tamaki mahsulotlari savdosini amalga oshirayotgan tadbirkorlar bilan uchrashuvda bu boradagi yangi tartib-qoidalar tadbirkorlarga yetkazildi. Uchrashuvda naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish va iqtisodiyot shaffofligini ta'minlashga qaratilgan farmonning mazmun-mohiyati atroflicha tushuntirildi. 2026-yil 1-apreldan boshlab ayrim to'lovlar, davlat xizmatlari, kommunal to'lovlar, alkogol va tamaki mahsulotlari, yoqilg'i xaridi, 25 million so'mdan ortiq tovar va xizmatlar hamda ayrim transport va ko'chmas mulk oldi-sottisi faqat bank kartasi yoki elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshirilishi ta'kidlandi. Gaz quyish shoxobchamiz 1-apreldan maqbulsiz savdo qilish sistemasiga o'tadi. Bu biz uchun ancha qulaylikni yaratadi. Bugungi kunda dunyo tajribasida zamonaviy texnologiyalar joriy qilinyapti. Biz hozirgi kunda kuniga 50-60 million atrofida savdo qilamiz. Endi buxgalteriya hisob-kitobida bizga ancha qulaylik yaratildi. Oldingi safar 2 xil hisob-kitob bo'lsa, hozir endi naqdsiz savdo qiladigan bo'lsak, elektron shaklda bo'ladi. Tadbirda tadbirkorlik subyektlariga elektron hisob-kitob tizimlari va QR kod orqali to'lovlarni keng joriy etishning ahamiyati haqida ma'lumot berildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga asosan 2026-yil 1-apreldan boshlab naqd hisob-kitoblarni ommalashtirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni tasdiqlangan. Ikkinchi bandida transport vositalarini yoqilg'i quyish shoxobchalari orqali aholiga neft-gaz mahsulotlarini sotishi elektrda harakatlanadigan transport vositalarini zaryadlash bo'yicha xizmatlar ko'rsatuvchi shoxobchalar, ayoqishlar, siqilgan gaz quyish shoxobchalari, suyultirilgan gaz quyish shoxobchalarini faqatgina bank kartalari orqali to'lovlar amalga oshirish yo'lga qo'yish ko'zda tutilgan. Bu bo'yicha O'zenergo inspeksiya Xorazm viloyat hududiy boshqarmasi tomonidan tizimli ishlar tashkillashtirilgan. Hisob-kitob ishlarini amalga oshirishda bu davlat xizmatchilari uchun ham fuqarolar uchun ham ancha qulayliklarga ega bo'ladi. Bu orqali ancha shaffoflikni yuzaga keltirib, naqd pul hisob-kitob qisqartirilgan holda yashirin iqtisodiyotni shakllantirishga yo'l qo'yilmaydi. Naqdsiz hisob-kitoblar iqtisodiyotda shaffoflikni ta'minlash, soliq tushumlarini oshirish hamda tadbirkorlar uchun qulay ishbilarmonlik muhitini yaratishda muhim ahamiyatga ega. Bunday uchrashuvlar tadbirkorlar o'rtasida moliyaviy savodxonlikni oshirish, naqdsiz hisob-kitoblarni kengaytirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga xizmat qiladi. Uchrashuv davomida tadbirkorlarni qiziqtirgan savollarga mutaxassislar tomonidan atroflicha javoblar berildi.